Katok, bobket, ekskavator va grederlarga ish chiqaramiz. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan va nihoyat Murod Qodirov. O'rtoqlar, juda ham ko'pchilik odam ish chiqaring dedi. Ancha vaqt bo'ldi, O'zbekistonda bo'ldik, boshqa joyda bo'ldik, ish chiqara olmay qoldik. Mana xudo xolasa inshaalloh sizlarga ishlar chiqarishda endi boshlaymiz. Nasib qilsa, hoziroq kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, shunaqa ishlarni o'tkazib o'rmaslik uchun. Rahmat. Do'stlar, ish bor, ekskavatorga bir haftalik soatiga 600 rubldan beradi, yotoq joy beradi, kuniga 10 soat qo'yib beradi. İşte nomerini opisaniyada qoldiraman. Hamma ishlar nomerini opisaniyada qoldiraman. Opisaniya qanday topish to'g'risida agar bilmaydigan bo'lsangiz, uni ham oxirida tushuntiraman xudo xolasa. Keyingi ishimiz bobketga, Moskva shahrida bobketga ish bor, soatiga 500 rubldan. Tojik firma ekan, ya'ni egasi tojik ekan. Uni ham nomerini opisaniyada qoldiraman. Rossiyskiy pravalar bo'lish kerak deyapti. Agar kimda rossiyskiy prava bo'lmasa, biz sizlarga shunaqa spes texnikalarga prava olishda yordam beramiz o'rtoqlar. Oylik kutib o'tirish, unaqa narsani o'zi kerak yo'q endi. Shunaqa xudo xolasa xizmatlarimizni ham yo'lga qo'yapmiz inshaalloh. Do'stlar, hozir biz dastavka yetib keldik. Hozir bu yerda vojдение jarayonlari bo'ladi. Videoni kuzatib boramiz. Birinchi bor Murod Qodirovni odamlar o'tdi imtihondan. Ana endi sekin ketyapti. 13, 16, 20, 27-chi may oylariga yozilgan odamlarniki ko'rkatur oladigan bo'lsangiz 46 ming oladi. Olish ko'p joyda muammo bo'lyapti. Mana hech problema olib berdingiz. Kelinglar, vaqtiga sizlar ham paravalaringizni olib olinglar. Keyingi ishimiz grederga o'rtoqlar, soatiga 700 rubldan beradi. Ish Moskovskiy oblastda 700 rubl soatiga 700 rubl sutочный beradi, ya'ni komandiroshniy. Bu degani har kun ishlasangiz bu oyliklaringizdan tashqari 700 rubldan sizga ovqatingizga pul beradi o'rtoqlar. Yotoq joylari bor. Sizdan talab qilinadigan narsa opit. Iloji boricha 3D yana 3D da ishlab ko'rgan bo'lish kerak ekan. Uni ham nomerlarni pastda qoldiraman o'rtoqlar, bir gaplashib o'zingiz gaplashasizlar. Keyingi ishimiz Katokka o'rtoqlar, ish Moskvada. Hozir bu ish haqida akamizdan so'raymiz, sizga batafsil ma'lumotlarni beradi. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Navro'z aka, va alaykum assalom. Aka, qisqa lo'nda qilamiz, sizga bir nechta savollar beraman. Boya ish bor dedingiz, Katokka dedingiz, bezopit ham oladi dedingiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Aha. Qayerda, qanaqa, shu ustoy haqida ozroq bir ikki oz gapirib o'tsangiz, oilalari qanaqa? Oilaga o'zi bor, dogovor qiladi, kuniga 3,5 mingga bezopit ham bo'ladi. Dalshi shu o'zi nima qilsa bo'ladi, telefon qilib gaplashsa. Nomerini tashlayman. Bunga prava shart emas, to'g'rimi? Endi mana shu Katokka. Biz pravam bo'ladi. O'zim ham ishlagan. Pullari aniqmi? Ana aldab ketadigan emasmi, ketala emasmi? Yo'q, unaqa emas. Men o'zim nima qilsa esishda o'zim turib beraman. Xo'p aka. Bo'lmasam kim boyaga tashlagan nomeringizni qo'yaymi? O'sha. Xo'p aka. Mayli aka, bo'lmasam salomat bo'ling, rahmat. O'rtoqlar, ishda nomerlarni opisaniyada qoldiraman, hammasini. Opisaniya qayerda deb topolmaydigan birodarlarimiz hozirgacha topiladi. O'shaning uchun qarang, men siz ish tushuntiraman. Ish bor, esingga uchun deb yozib qoldiraman videoning tagida. Mana shu ustiga bitta bosasizlar, mana shu so'zning ustiga, ish bor degan so'zning ustiga. Pastda nomerlar ko'rinadi. Agar nomerlar ko'rinmasa, sizda ham shunaqa narsa chiqmasa, topolmasangiz, mana shu videoni bitta tanishingizga Telegramdan tashlang. Shunday pastda nomerlar kelib chiqadi. Iloji boricha kanalimizda o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Shunaqa videolardan inshaalloh ko'proq chiqarib boramiz. Salomat bo'ling, hurmatli vatandoshlar.